Alloh taolo aytadi: kimda kim Alloh va payg'ambarga itoat etsa, ana o'shalar Alloh in'omlariga sazovor bo'lgan zotlar, payg'ambarlar, siddiqlar, shahidlar va yaxshi amallar qilib o'tgan kishilar bilan birga bo'lurlar. Ular esa eng yaxshi hamrohlardir. Niso surasi 69-oyat. Bu birgalik dunyoga ham, barzax hayoti va jazo hovlisiga ham tegishlidir. Inson bu hovlilarning barchasida sevgan kishisi bilan birga bo'ladi. Ahli sunna val jamoa mazhabining e'tiqodiga ko'ra, mayyitlarning ruhlari Alloh iroda qilgan vaqtda illiyundan yoki sijjindan qabrlarga, jasadlarga qaytadi. Xususan juma kechasi suhbatlashadilar. Illiyunda rohat ahli ne'matlanadi va sijjinda azob ahli azoblanadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biror kishi birodarini ziyorat qilib yonida o'tirsa, mayyit uni taniydi va turishidan oldin salomiga javob beradi dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ummatlariga qabr ahliga ham bu dunyodagidek salom berishini mashru qildilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shahidlarning ruhlari jannatdagi yashil qushlarning ichida bo'lib, qushlar xohlagan tomoniga uchib yuradi. Arsh ostidagi qandillardan boshpana topadi dedilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam: do'stlaringiz biror kishi tufayli musibatlansa, Alloh uning ruhini yashil qushning ichiga joylaydi. Qush esa jannat daryolariga keladi, mevalardan yeydi va arsh soyasida osilgan oltin qandillardan makon topadi dedilar. Shahidlarning ruhlari yashil gumbaz ostida jannat eshiklari yonidan oquvchi daryo ustida bo'lib, ularga ertayu kech rizqlari kelib turadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mo'minning ruhi jannatda xohlagan tomoniga sayr qiladigan yashil qushning ichida bo'ladi dedilar. Shunda sahobalar: "Yo Rasululloh, kofirlarning ruhlari-chi?" deb so'rashdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Sijjinda hibs qilingan bo'ladi" dedilar. Jubayr o'z tafsirida Ibn Abbos roziyallohu anhumodan Alloh taoloning ruhlarini o'lim vaqtlarida, o'lmaganlarni esa uxlayotgan paytlarida Alloh olur. Bas o'zi o'limga hukm qilgan jonlarni badanlariga qaytarmasdan ushlab qolur. Boshqalarni esa belgilangan bir muddatgacha, ya'ni ajallari yetgunicha qo'yib yuborur. Albatta bunda tafakkur qiladigan qavm uchun oyat ibratlar bordir. Zumar surasi 42-oyat degan so'zi haqida bunday deganni rivoyat qiladi. Mashriq va mag'rib va osmon bilan yer o'rtasida uzun ip bo'lib, o'lik va tiriklarning ruhlari mana shu ipda bog'lanadi. Agar mana shu tirik ruhga rizqini kamol qilish uchun jasadga qaytishga izn berilsa, jasadga qaytadi. O'lik ruhlar ushlab qolinib Firdavsga yuboriladi. Barzax ikki narsaning o'rtasidagi to'siq, ya'ni o'lish bilan qayta tirilish orasidagi narsa. Kim o'lsa barzax hayotiga tushadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: kimki menga qabrim oldida salovat aytsa eshitaman va kim menga uzoqdan turib salovat aytsa menga yetkaziladi. Shubhasiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ruhlari payg'ambarlar ruhlari bilan illiyunda va u zot rafiqul a'lodadir. Shunga ko'ra ruhning illiyunda osmon va yer orasidagi barzaxda yoki sijjinda bo'lishi xususida kelgan xabarlar orasida ziddiyat yo'q. Ruhning idrok etishi, eshitishi va namoz, Qur'on o'qishi borasida jasad bilan aloqasi bor. Oxirat va barzax hayotiga oid holatlar bu dunyoda namoyon bo'lmagani bois g'ayri tabiiy tuyuladi. Xulosa shuki, baxtli va baxtsiz ruhlar bir joyga to'planmaydi. Holati va qaror topadigan o'rniga qarab farqlanadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: har bir tug'ilgan bola islomda tug'iladi. U jannatda to'ydirilgach, ey Robbim, ota-onamni oldimga keltir deydi. Ibn Abu Dunyo Ubaydulloh ibn Umayrdan rivoyat qiladi. Jannatda sigirning yeliniga o'xshash yelinli daraxt bo'lib, jannat ahlining farzandlari undan oziqlanadilar. Ibn Abu Dunyo Xolid ibn Ma'dondan rivoyat qiladi. Jannatda Tubo nomli daraxt bo'lib, boshdan oyoq yelindan iborat. Go'dak bolalardan birortasi o'lsa, ushbu daraxtdan emadi va ularning murabbiyi Xalilur Rahmon Ibrohim alayhissalom bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mo'minlarning farzandlarini jannatda Ibrohim alayhissalom va Sora onamiz o'z kafilliklariga olishadi. Qiyomat kuni esa ular o'z ota-onalariga qaytariladi dedilar. Ushbu ma'lumotlar Abdurahmon Jaloliddin Suyutiyning Barzax hayoti kitobidan o'qib berildi. E'tiboringiz uchun rahmat.